Bugun ertalab 8 da turib, o'g'lim Muhammad Sabir va qaynona Oyijonimlar bilan doktorga bordik. O'g'limni hamma analizlarini topshirib, keyin Oyijon bilan o'g'limni katta uyga tashladim. Keyin tez uyga keldimda hamma joyni yig'ishtirib oldim, chunki o'g'lim bilan uy ishlariga umuman ulgurmayotgandim. Oshxonani yaxshilab tozaladim, xolodilniklarni bo'shatdim, pilisosladim, zal tozaladim. Yuvilgan kiyimlarni yig'ib dazmolladim. Oshxona zalga chidasa bo'ladi-yu, lekin spalniyni bardakiga chidab bo'lmasdi. Kamiga kechasi bilan bola qarab uxlamaganman, uyqum shunaqa kelyotdi. Qo'y pari bolangga qarab turishganda uydagi ishlaringni bitirib, ko'chadagi ishlaringga ulgurishing kerak dedim-da, uxlashga yota olmadim. Sochim, makiyajimni tez qilib oldim, sizlarga kichkinagina obzorchi qilib o'tib ketdim. Bolnitsadan chiqqanimdan beri o'zim hali doktorga ko'ringanim yo'q edi. Telefonda o'chirta oldim-da, birinchi bo'lib bolnitsaga yo'l oldim. Ko'chaga chiqib qarasam, mashinamni xo'jayinim chiroyli qilib mo'yka qildirib qo'ygan ekan. Bolnitsada ishimni bitirib, o'g'limni qaynonamdan oldim-da, uyga ham kelib oldim. Anchadan bir qarasam, bola bilan ovora bo'lib binomoga kirib, trektam qilmay qo'yibman. Keyin binomoga kirib, to'g'ri ozgina vaqtim ketdi, lekin yaxshigina pul ko'tardim. Hammayli qo'shimcha pul zarar qilmaydi dedim deb pulni kartaga o'tkazib oldim. Qo'shimcha pul deganim sababi kecha xo'jayimdan ham shopping qilaman deb pul olgan edi. To'g'risi ham deb tuqqanimdan keyin 11 kilo vez tashlabman, kiyimlarim katta kelib qoldi. Uyimizni balkonidan shahar shunaqangi chiroyli ko'rinadi. Salqin tushganda mana shunaqa pardalarni ochib qo'yaman. O'g'lim Muhammad Sabirga qarab o'tirdim, adasi ham ishdan vaqtli kelib qoldi. Ishdan vaqtli bo'shaganlari uchun bugun ujinga qo'llarini o'ynatib, xo'jayinimni o'zlari ovqat qilib berdilar.